Klichkoning dahshatli tan olishi askarlar yetishmayapti. Bu nimadan darak? Dushman dengizday ko'p, Ukraina uchun qora kun. Pokrovsk deyarli qo'ldan ketdi. To'qayev Trampdan Putinga hech qanday xabar olib kelmadi. Qabul qilinmagan tannerlar, lanchda qolgan yuklar, yirik neft o'yinidagi jumboq. Bir paytlar bizni ajratgan chegaralar do'stlik ko'prigiga aylandi. Mirziyoyev. Ashshara va uning janglar haqidagi haqiqatlari. Bu bayonotning asl maqsadi nima? Shutdown bu faqat boshlanishimi? AQShni yanada katta siyosiy buhron kutyaptimi? Klichkoning dahshatli tan olishi askarlar yetishmayapti. Bu nimadan darak? Bizda askarlar va inson resurslari bilan bog'liq ulkan muammo bor. Xorijda bo'lgan yoshlarning kamida yarmi qaytib kelsa ham xursand bo'lardik. Lekin buning uchun tinchlik, ish o'rinlari va yuqori hayot sifati zarur. Urushdan keyin mamlakatni katta qiyinchiliklar kutmoqda, dedi Klichko. Shuningdek, u askarlar yetishmasligi sababli Ukrainada safarbarlik yoshini 25 yoshdan 22 yoshgacha tushirish zarurligini aytdi. Hozir Ukrainada faqat 25 yoshdan boshlab safarbarlikka chaqirish mumkin. Bu yoshni 22 yoki 23 yoshga pasaytirish mumkin edi, deya qo'shimcha qildi Kiyev hokimi. Gazetalar yozishicha, bu fikrlar Ukrainada yosh erkaklarning xorijga chiqib ketishi bo'yicha xavotir kuchayganini ko'rsatmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Ukraina armiyasida shaxsiy tarkib yetishmovchiligi kuzatilmoqda. Xabarlarda ta'kidlanishicha, harbiy komissariyatlar tomonidan safarbarlik jarayonlari bilan bog'liq holatlar mamlakatdagi muhokamalar va noroziliklarga sabab bo'lmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda harbiy chaqiruv jarayonlarini aks ettiruvchi videolar tarqalmoqda. Ayrim materiallarda harbiy komissariyat xodimlari fuqarolarni avtobuslarga olib ketayotgani, ba'zi holatlarda kuch ishlatayotgani haqida ma'lumotlar beriladi. Shu bilan birga Ukrainada chaqiruv yoshidagi ayrim erkaklar chaqiruvdan qochishga uringani haqida ham xabarlar chiqmoqda. Ayrimlar mamlakatni noqonuniy tark etmoqda yoki uyda yashirinib qolmoqda. Oliy Radaning inson huquqlari bo'yicha vakili Dmitriy Lubinets avvalroq Ukrainada harbiy komissariyat xodimlari faoliyati yuzasidan qonunbuzarliklar haqida murojaatlar ko'payganini ma'lum qilgan edi. Dushman dengizday ko'p, Ukraina uchun qora kun. Pokrovsk deyarli qo'ldan ketdi. Rossiya qo'shinlari Pokrovsk ustidan to'liq nazorat o'rnatishga yaqin turibdi. Yarim qurshov holatida qolgan shaharga yirik kuchlar olib kirilmoqda. Rossiya harbiylari mototsikl va pikaplarda harakatlanib egallangan pozitsiyalarga minomyotlar o'rnatmoqda. Pokrovskka olib kirilgan minomyotlardan rossiyalik harbiylar Ukraina dron operatorlarining shahar shimoliy chekkasidagi pozitsiyalarni o'qqa tutishga kirishgan. Qolaversa, Ukraina qurolli kuchlari qalin tuman tufayli shahardagi vaziyatni kuzatish uchun razvedkachi dronlardan foydalanish ham qiyinlashgan. Nashrning anonim suhbatdoshlaridan biri shunday degan: dushman muvaffaqiyatni rivojlantirmoqda. Hech qanday maxsus bo'linma endi tartib o'rnata olmaydi, chunki dushman dengiz suvidek mo'l. Ukrainskaya Pravdaning boshqa bir manbasi esa shahar amalda dushman nazorati ostida o'tganini tasdiqlagan. Nihoyat hamma Pokrovsk qo'ldan ketganini tan oldi. Rossiyaliklar allaqachon minomyotlarni Pokrovskka olib kirishdi.